Inson qadrini yanada ulug'lash, aholining tinch va osuda, farovon turmush kechirishni eng ustuvor vazifasi deb bilgan yangi O'zbekistonda barcha sohalarda islohotlarning ijobiy natijasi faqat xalq roziligi yo'lida amalga oshirilmoqda. Bugungi keng qamrovli taraqqiyot, ishlab chiqarish va tadbirkorlik yo'nalishlarining zamon talablari darajasida rivojlanishida esa energetika tizimi, xususan elektr energiyasining sifatli va muntazam ta'minoti o'ta muhim ahamiyatga ega. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Namangan hududiy filiali jamoasi ham o'tayotgan yilni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi 330-sonli qarori ijrosini ta'minlash bilan boshladi. Bu borada viloyatning barcha shahar va tumanlarida keng qamrovli bunyodkorlik ishlari tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 330-sonli qarori asosida 86 ta MFE'larda 418.9 km elektr uzatish tarmoqlari, 12.314 dona temir beton tanchlarini o'rnatish hamda 200 dona transformator punktlarini qurish rejalashtirilgan. Bajarilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan 86 ta MFE hududlarida 15.748 dona tayanch o'rnatish hamda 931.2 km tarmoq tortish va 200 komplekt transformator punktlarini o'rnatish ishlari amalga oshirildi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida 30 mingdan ziyod xonadonlarda elektr ta'minoti yaxshilandi. Muntazam elektr ta'minoti o'ziga xos murakkab tizimlar orqali boshqariladigan yaxlit bir jarayondir. Xususan yuqori kuchlanishli nim stansiyalar va ularning havo tarmoqlari orqali yetkazib berilayotgan energiya keyinchalik iste'molchilar foydalanadigan xavfsiz elektr tokiga aylanadi. Bu tizimning har bir alohida qismi doimiy nazorat va ta'mirlash ishlarini talab etadi. Yuqori kuchlanish bilan ishlaydigan tarmoq va podstansiyalar rejaga asosan mukammal va joriy ta'mirlanadi. Ularning tunu kun ishchi holatda turishi ta'minlanadi. Namangan viloyatida jami 21 dona podstansiyalarda mukammal ta'mirlash hamda 210 ta podstansiyada demak joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. 17 dona umumiy uzunligi 121 km hamda 82 dona 337 km havo elektr uzatish tarmoqlarida joriy hamda mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Viloyatdagi 15 dona 35-110 kV podstansiyalarda o'lchov transformatorlari qo'yish ishlari amalga oshirildi. Pop tumanida joylashgan hamda Yangi Namangan tumani hududida joylashgan oromgoh hamda g'ovlar podstansiyasida kichik quvvatli transformatorlar katta quvvatlisiga almashtirildi. Bu amalga oshirilgan ishlar natijasida viloyatda 50 mingdan ortiq iste'molchilarning elektr ta'minoti yaxshilandi. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida 2600 kilometrdan ziyod elektr tarmoqlari, 960 ta transformatorlar mukammal ta'mirlandi. 3800 kilometrga yaqin tarmoq, 1933 ta transformator punktlarida esa joriy ta'mirlash ishlari olib borildi. Kuz-qish mavsumida favqulodda uzilishlarni oldini olish va sodir bo'lgan avariyalarni tezkorlik bilan bartaraf etish uchun shahar hamda tuman elektr ta'minoti korxonalarida 584 nafar xodimdan iborat 104 ta brigada hamda ular uchun 108 ta avtomashinalar, 30 ta maxsus transportlar doimiy shay holatga keltirilgan. Oldinlarda tumanlarimizda zaxira bo'lmagan. Hozir har bitta tumanlarimizda 10 donadan transformator bor. Ehtiyot qismlari bor, sim, izolyator, transformator moyla, nimaki kerak bo'ladigan ehtiyot qismlari bo'lsa, hammasini zaxirasini yaratdik. Chunki bir chekka qishloqda avariya bo'ladigan bo'lsa, markaziy ombordan olib borib, uni joyiga borib, nuqsonni bartaraf qilguncha vaqt ketadi. Shu vaqtdan yutish uchun aholining e'tirozini, murojaatini va ehtiyojini zudlik bilan qondirish uchun shu ishlarni qildikki, o'sha tuman elektr ta'minot korxonasidagi omboridan ehtiyot qismlarini zudlik bilan olib borib o'rnatib, elektr ta'minoti bilan ta'minlab berishga erishdik hozirgi holatda.
Kuz-qish mavsumida iste'molchilar murojaatlarini tunu kuni qabul qilish va muammolarni tezkor bartaraf etish maqsadida ko'l markazi tashkil etilgan. Markazda elektr ta'minotidan uzilishlar yo'nalishlari kesimida mutaxassislarga taqdim etilib, ularning ijrosi nazoratga olinadi. Shahar va tumanlardagi dispetcherlik punktlarda ham maxsus shtablar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Call centerimizga bugungi kunda bir sutkamizga hozirgi kunda bir 811 qisqa raqamlarimiz va ishonch telefonlarimizga bir sutkamizga, bir kunimizga o'rtacha 800 ta qo'ng'iroq keladi. 800 ta qo'ng'iroqqa javob beramiz bir sutkasiga. Eng ozi 800 dan eng ko'pi 1000 tagacha. Undan tashqari bizda ijtimoiy tarmoqlarda Telegram gruppalarimiz bor. Namangan elektr ta'minot degan gruppamiz bor. Hozirgi kunda Head Building dasturi orqali chatni ham yo'lga qo'yildi. U orqali ham murojaat yo'llab turishibdi. Innovatsion g'oyalarni, innovatsion texnologiyalarni biznes sohamizga tatbiq qilinishi aholining muammolarini tezroq bartaraf qilishimizga samarali yordam beradi. Korxonaning markaziy omborxonasi to'liq qayta ta'mirlanib, kuz-qish mavsumi va avariya holatlarida tezkor xizmat ko'rsatish uchun barcha zarur ehtiyot qismlar zaxirasi shakllantirilgan. Ular ichida har xil quvvatdagi 150 ga yaqin transformatorlar, 35 tonnadan ziyod transformator moyi, 4600 metr kabel, 4119 ta boshqa jihozlar mavjud. Kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida korxonamizning markaziy omborida har xil quvvatdagi transformatorlar, kabellar zaxirasi jamlandi. Asosiy maqsadimiz kuz-qishi betalofat o'tkazish, kelib chiqqan avariyaviy holatlarni o'rinda bartaraf etish, aholiga sifatli va uzluksiz elektr energiyasini yetkazib berish. Avvallari kuygan transformator yoki shikastlangan transformatorlarni o'zimizni ustachilik bo'lagiga olib borib turib ta'mirlash uchun 3-4 soatlab vaqt yo'qotardik. Hozirgi kunda yangisini olib borib o'rnatib, ta'mir talabini olib borib, ta'mirlab, uni ham zaxiraga chiqaryapmiz. Korxonada zaxira va butlovchi qismlar ishlab chiqarishni lokalizatsiya qilish bo'yicha bu yil yana bir yangilikka asos solindi. Transformator punktlarining tashqi qutilarini tayyorlovchi sex o'z faoliyatini boshladi. Avvallari bu mahsulot boshqa viloyatlardan olib kelingan. Yangi o'rnatilgan yoki turli hududlarda ortiqcha yuklama sabab quvvati yuqoriroq bo'lgan transformatorlar bilan almashtirilgan hollarda yangi tashqi qutilarga ehtiyoj seziladi. Ichki imkoniyatlardan unumli foydalangan holda turli o'lchamdagi yangi transformator qutilari ishlab chiqarish bilan birga uzoq yillar davomida o'z tashqi estetik holatini yo'qotgan eskirgan qutilar ham to'liq qayta ta'mirlanmoqda. Ishlab chiqarish seximiz hozirgi mana ko'rib turganingizdek transformator punktlarini, qutilarini ishlab chiqariladi bu yerda. Asosiy foydali jihatlari bizning o'zimizning mutaxassis xodimlar tomonidan sifatli va zamonaviy qilib ishlab chiqarilgani va bundan tashqari ushbu transformator punktining qutisi, ya'ni hozirgi kunda o'rtacha 25-30 million so'm mablag'i sotib olinadigan bo'lsa, o'zimizning mutaxassis xodimlardan kerakli shu anjomlar orqali ishlab chiqarish natijasiga bu 14 million so'm mablag' evaziga tayyor bo'lmoqda. Korxona faoliyatini tashkil etishda shaffoflikni ta'minlash, aholi va ulgurji iste'molchilarning murojaatlarini tezkor qabul qilib, muammolarni o'z vaqtida bartaraf etish muhim ahamiyatga ega. Murojaatlar mutaxassislar tomonidan joyida o'rganilib, o'zining ijobiy yechimini topmoqda. Ayni shu maqsadda filialning ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib, joriy yil 1018 ta temir beton tayanchlar, salkam 46 kilometr uzunlikdagi elektr uzatish tarmog'i tortilib, 27 ta transformator punktlari ishga tushirildi. 11 oy mobaynida murojaatlar soni o'tgan yilga nisbatan 50% ga, ya'ni 2565 ta murojaat kelib tushdi. Murojaatlar keskin ozayishiga erishdik. Hafta kunlarini belgilab olgan 5 ta o'rinbosarimiz bor rahbar boshchiligida. Har bitta murojaat kelib tushgan murojaatga asosan joyiga chiqqan holatda ishlarni amalga oshirilib, ijobiy natijaga erishishi yo'lga qo'yganmiz. O'zimizning ichki imkoniyatimizdan Namangan shahrida 6 dona transformator, 100 dan ortiq temir beton tayanch va 8 kilometr elektr uzatish tarmog'i qurdik. Yangi Namangan tuman elektr ta'minoti mas'ul xodimlari tomonidan Yoshlik MFA Islomobod ko'chasida hozir 5 kilometr tarmoq, 100 dan ortiq tayanch o'rnatish hamda bir dona quvvatiga mos transformator o'rnatish ishlari bajarilib, bugungi kunda ham hozir ham ish davom etib ketibdi.
Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Namangan hududiy filiali tomonidan 2025-yil davomida davlat dasturlarida belgilangan aniq rejalarga asoslangan qurilish va ta'mirlash ishlaridan tashqari tashabbusli byudjetda qatnashib o'z mahallasida elektr ta'minotini yaxshilash loyihasi bo'yicha g'olib bo'lgan hududlarda ham samarali ishlar tashkil etildi. Jahon taraqqiyot banki va Osiyo taraqqiyot banklari tomonidan moliyalashtirilgan loyihalar ham o'z vaqtida amalga oshirildi. Tashabbusli byudjet davlat dasturi doirasida 6 ta mahalla fuqarolar yig'ini hududida jami 55 kilometr tarmoq, 15 ta transformator punktlar qurilib ishga tushirildi. Bundan tashqari Jahon taraqqiyot bankining loyihalari doirasida viloyatimizda 14 ta mahalla fuqarolar yig'inida 88 kilometr tarmoq hamda 29 ta transformator punktlari yangidan qurilib foydalanishga topshirildi. Buning natijasida og'ir toifadagi mahalla hududlardagi elektr ta'minoti yaxshilandi. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish, elektr energiyasining muntazam bo'lishini ta'minlash maqsadida viloyat hokimligi tomonidan Chust, To'raqo'rg'on, Kosonsoy, Yangi Namangan tumanlarida elektr ta'minoti og'ir bo'lgan hududlar uchun umumiy quvvati 70.960 kilovat bo'lgan transformatorlar ajratib berildi. Ayni joylarda yuklama bilan ishlayotgan 31 ta transformator yangilanib, 1689 ta aholi iste'molchilarining elektr ta'minoti yanada yaxshilandi. Joriy yilda davlat dasturlaridan tashqari viloyat hokimimizning tashabbuslari bilan 5 ta tumanda og'ir hududlar tanlab olinib, o'sha hududlarda jami 31 dona transformator punktlari va 400 dan ortiq temir yo'l ta'minotlar yetkazib berildi. Buning oqibatida ushbu hududdagi elektr bo'yicha qiynalgan mahallalarda va xonadonlar elektr ta'minotini yaxshilashga erishildi. Bu asosiy transformator berilishi sabab aholi murojaatlari, aholidan kelayotgan e'tirozlarni qondirish maqsadida bizdan tashqari viloyat hokimimiz tashabbuslari bilan shuncha elektr qismi ajratildi, homiylik asosida qo'yildi. Viloyatdagi va ulgurji iste'molchilarning aksariyati elektr energiyasi iste'moli haqidagi ma'lumotlarni masofadan turib yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilishga mo'ljallangan texnik hamda dasturiy vositalar majmuasi bo'lgan ASQUE tizimiga ulanganlar. Bu tizim aniq avtomatik hisobni ta'minlaydi, inson omilini istisno qiladi, texnik yo'qotishlarni kamaytiradi va iste'molchilar hamda ta'minotchilar o'rtasidagi hisob-kitoblarni yaxshilaydi. Korxonada elektr energiyasini sotishning zamonaviy usullari keng qo'llanmoqda. Viloyatimizda hozirgi kunda 689 mingta iste'molchi mavjud, shundan 37 mingtasi ulgurji, qolgani aholi iste'molchilariga to'g'ri keladi. Demak, viloyatimizda 2025-yilda iste'molchilarga barqaror elektr energiya bilan ta'minlash hamda muntazam sifatli elektr energiya yetkazib berish maqsadida bizda yil boshidan jami 40 ming dona aloqa chiqmayotgan hisoblagichlarni almashtirish, ya'ni bu hisoblagichlarni almashtirish ham u iste'molchilarga o'sha noqulaylik vaziyatlarni oldini olish maqsadida va hisob-kitoblarni to'g'ri va sifatli muntazam onlayn ravishda hisob-kitob qilishini ta'minlaydi. Yashil energetika tabiat va inson manfaatlarini o'zaro uyg'unlashtiruvchi kelajak energiyasidir. Quyosh va shamol kabi qayta tiklanuvchi manbalar orqali toza energiya ishlab chiqarish atrof muhitni muhofaza qilishga xizmat qiladi. Bugun bu sohadagi ilg'or texnologiyalar energiya samaradorligini oshirib, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlamoqda. Yashil energetika nafaqat hozirgi, balki kelajak avlodlar uchun ham sog'lom hayot kafolatidir. Viloyatda bugungi kunga qadar 10.122 ta obyektda 107.500 kilovat quvvatga ega quyosh panellari o'rnatilgan bo'lib, 12.233 kilovat elektr energiyasini tarmoqqa uzatmoqda. Quyoshli xonadon dasturiga 3178 ta iste'molchilar biriktirilib, hisob-kitoblar onlayn tarzda yuritib kelinmoqda. Joriy yilda, demak, Pop tumanida umumiy quvvati 1000 megavat bo'lgan fotoelektr stansiya hamda 3 tumandagi Norin daryosida, demak, yangi GESlar kaskadi ishga tushirish boshlandi. Ya'ni birinchi GES ishga tushirildi. Ularning umumiy quvvati 228 megavatni tashkil qiladi. Shu o'rinda bir yana yutuqli masalani aytib o'tib ketsam, joriy yilda Namangan viloyatining Pop hamda Uch tumanlarida elektr energiyani saqlovchi umumiy quvvati 200 megavat bo'lgan akkumulyatsiya stansiya ishga tushirildi. Ushbu akkumulyatsiya stansiyani o'rni shunchalik muhimki, biz viloyatda ertalabki kechki maksimum vaqtlarda elektr energiya bo'lgan talabni ortishi natijasida quvvat bo'yicha taqchillik yuzaga keladi.
Shu taqchillikni har ertalabki kechki demak vaqtlarda 2 soatdan elektr energiyani barqaror hamda turg'un hamda sifatli yetkazib berishni ta'minlab beradi. Yashil makon O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan boshlangan ekologik obodonlashtirish loyihasidir. Ushbu loyiha asosida joylarda har yili millionlab mevali va manzarali daraxtlar o'tkaziladi. Bunday savobli ishda hududiy elektr tarmoqlari, Namangan hududiy filiali xodimlari ham faol ishtirok etadilar. Samarqandda o'tkazilgan UNESCOning 80-assambleyasi munosabati bilan Davlatobod tumanidagi Yangi O'zbekiston bog'idagi bo'sh maydonlarga manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Bahorgi va kuzgi yashil makon aksiyalarida ham korxona ishchi xodimlari faollar qatorida bo'ldilar. Hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksionerlik jamiyati Namangan hududiy filiali hamda 14 ta tuman va shahar elektr ta'minoti korxonalari tomonidan viloyatimiz hududida tanlab olingan hududlarda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 10 mingga yaqin manzarali hamda mevali daraxt ko'chatlari ekildi va parvarish qilib kelinmoqda. Bundan tashqari filialimiz tomonidan hozir tanlangan hududda energetiklar bog'ini tashkil qilish choralari ko'rilyapti. Namanganda har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Xalqaro gullar festivali energetika sohasida ishlayotgan ayollar uchun bu yil tabiat va samimiyat bayrami sifatida yodda qoldi. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati raisining tashabbusi bilan gullar festivalida respublikaning barcha viloyatlaridagi elektr tarmoqlari korxonalarida mehnat qilayotgan xotin-qizlarning ishtiroki ta'minlandi. Ular uchun Namanganga tashrif ham sayohat, ham nafosat olamidan bahramand bo'lish imkonini berdi. Dastur doirasida ayollar chodak dam olish maskanida ham bo'ldilar. Betakror tabiat, so'lim havo va albatta gullar ifori barchada birdek ijobiy kayfiyat uyg'otdi. Namangan hududiy filialida 115 ta nafar xotin-qizlar ishlab kelmoqda va ularning korxonaga rivojiga qo'shayotgan hissasi juda qadrlanadi. Bizning ayollarimiz muhandislik xizmatidan tortib, buxgalteriya, iqtisod, mijozlar bilan ishlash hamda rahbarlik lavozimlarigacha turli xil yo'nalishlarda faoliyat yuritmoqda. 2025-yil may va iyun oylarida Namangan shahrida an'anaviy gullar festivali o'tkazildi. Boshqa viloyatdagilar barcha ayol xotin-qizlarga turistik sayohatlar tashkil etildi. 1000 dan oshiq ayol xotin-qizlar Namanganga tashrif buyurdi va yorqin taassurotlarga ega bo'ldi va ularning aytishlaricha bo'yicha biz o'zimiz uchun Namanganni qayta kashf etdik. Korxonadagi jami ishchi xodimlarning 40% ga yaqinini yoshlar tashkil etadi. Tabiiyki, faqatgina ularga xos bo'lgan masalalar ham doimiy kun tartibida turadi. Har yili iyul oyi yoshlar oyligi deb e'lon qilinib, elektr ta'minoti sohasida mehnat qilishga jazm etgan yigit-qizlar bilan rahbar uchrashuvi tashkil etiladi. Ochiq muloqot tarzidagi bu uchrashuvlarda yoshlar kasbga oid uy-joy, ilm olish kabi masalalarda o'z savollariga javoblar oladilar. Intellektual va jismoniy shartlarni o'z ichiga olgan turli musobaqa va turnirlar ham aynan yosh energetiklarni rag'batlantirish hamda bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga qaratilgan. 2025-yil boshidan boshlab, mana dekabr oyining yakuniga qadar 20 dan ortiq katta loyihalar amalga oshirildi. Bulardan eng asosiylari Zakovat intellektual o'yini, mini futbol bo'yicha respublika va filial rahbarlik kuboklarida eng yaxshi natijani ko'rsatgan Namangan viloyati. Bundan tashqari barcha yo'nalishlar bo'yicha respublika tanlovlarida Namangan viloyati yoshlari eng asosiy uchtaliklarni qo'lga kiritib kelganliklari bu yil ham yoshlarga alohida e'tibor qaratilganligini samarasi. 26-yilga biz hozir reja qilyapmizki, yoshlar bilan mana shu filialimizda faoliyat yuritayotgan barcha yoshlarni qamrab olgan holatda ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida bu yil yangi loyihalarni oldimizga reja qilganmiz. Haftaning har juma kuni korxonada ma'naviyat soati tashkil etilib, majlislar zalida turli soha mutaxassislari va mashhur shaxslar ishtirokida mamlakatdagi ijtimoiy, ma'naviy va ma'rifiy jarayonlar haqida o'zaro suhbatlar uyushtiriladi. Bu esa ishchi xodimlarning dunyoqarashini yanada kengaytirib, jamiyatda faol fuqaro sifatida shakllanishlariga ko'mak beradi. Hududiy elektr tarmoqlari AJ Namangan hududiy filialida xodimlarni savodxonligini oshirish maqsadida
kutubxona va muzey tashkil etilgan bo'lib, kutubxonamizda 1000 dan oshiq 1,5 mingga yaqin kitoblar jamlanmasi jamlangan. Xodimlarimiz bo'sh vaqtlarini mazmunli va samarali o'tkazish uchun kitoblardan foydalanishadi. Kutubxonamizda asosan jahon adabiyoti, o'zbek adabiyoti va sohaga oid kitoblardan tashkil topgan kitoblarimiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jamoaviy sport turlarini rivojlantirish va iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida har yili hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati xodimlari o'rtasida mini futbol bo'yicha boshqaruv raisi kubogi musobaqasi tashkil etiladi. Respublikaning barcha hududlaridan tashrif buyurgan 18 ta jamoa ishtirokida o'tkazilgan qizg'in va murosasiz bahslarda namanganlik energetiklar faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdilar. Korxona kasaba uyushmasi va filial rahbari tashabbusi bilan ishchi xodimlarni jismoniy tarbiya va ommaviy sportga keng jalb etish maqsadida yangi mini futbol maydoni qurib bitkazildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 33 yilligi Energetiklar kuni kasb bayrami munosabat bilan xodimlar o'rtasida mini futbol bo'yicha rahbar kubogi musobaqasi o'tkazildi. Yuqori saviyada tashkil etilgan turnirda Mingbuloq tumani vakillari 1-o'rinni, Pop va Kosonsoy tumani energetiklari esa 2 va 3-o'rinlarni egalladilar. Rahbarimiz kubogi munosabati bilan Mingbuloq jamoasi ishtirok etdi. Bunda faxrli 1-o'rinni oldik. U olgan faxrli 1-o'rinimiz juda mashaqqatli bo'ldi, juda shijoatli o'yinlar bo'ldi. Bundaqa turnirda ochig'i birinchi marta ko'rishim, yangi ishga kirib, birinchi marta qatnashishim. Ilgari ham turnirlar bo'lganda kuzatib, tomosha qilardik, havas qilardik. Mana shunchalik 2-o'ringacha ko'tarilib chiqdik. Kuchli jamoalar rosa ko'p ekan. Finalda ham juda chiroyli o'yin o'tkazdik. Energetika har qanday mamlakat iqtisodiyot tarmoqlarini izchil rivojlantiradigan, ta'lim, tibbiyot va kommunal xizmatlar kabi muhim ijtimoiy sohalarning uzluksiz faoliyat yuritishi uchun sharoit yaratadigan eng muhim tizim hisoblanadi. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Namangan hududiy filiali ham zimmasidagi ana shunday mas'uliyatli vazifani qat'iyat va matonat bilan ado etishda bor kuch-g'ayratini ishga solib, fuqarolarning farovon hayoti uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishda tinim bilmay izlanish va intilishdan tolmay mehnat qilib kelmoqda. Ishingiz bexatar, ta'minotingiz uzluksiz bo'lsin. Qadrli energetiklar.